Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bu germanskiy velosipedimiz remontga kelgan. Bunda sabab orqa g'ildirak qiyshaygan. Mana ko'rib turibsizlar, anchagina qiyshaygan. Sababi spisalar uzilgan. Mana ko'rib turibsizlar, spisasi uzilib yotibdi. Bunda yamaga tushgan. Bu velosipedni 2 yil, 3 yil oldin o'zim sotganman. Yamaga tushgan. Endi tuzukkina tushgan yamaga. O'shanda spisa uzilib, g'ildirak qiyshaygan. 36 ta spisa bo'ladi bunda. 36 ta spisani bir donasi uzilsa ham uji vasmorka bo'ladi, chunki 36 ta spisani o'zigacha vazifasi bor. Mana bunda 2 dona spisa uzilib ketgan. Qolgani joyida. 2 dona spisa uzilganligi uchun anchagina qiyshaygan. Mana misol bu tomondan ketgan spisa, mana tomondan ketgan. Mana bu tomondan ikkalasi ham uzilgan. Natijada narigi tomonga vasmorka bo'lgan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana xuddi o'sha spisani o'rni bu tomonga qiyshaygan. Endi biz buni fonda yechib tashab, yangi spisa qo'yib teramiz. Ko'ringlar, hozir yechib olaman. Mana ko'rib turibsizlar, g'ildirakni yechib oldim. G'ildirakni yechib, endi xudo xolasa spisalarni fonni bo'shatib yechib olamiz. O'rniga yangi spisa qo'yib teramiz. Mana parabollarni, orqa apparatlarni yechib, artib tozalab, hamma yo'g'ini yuvib oldik. Mana bu diskalarni ham mana o'sha mana to'g'ri bo'lib qoldi diska, chunki sababi bu tomondan ketgan spisa bo'lsa, bu tomonga vasmorka bo'lib qoladi, bu tomondagi spisa tortib qoladi, o'shaning uchun qiyshayadi diska. Yechganingizdan keyin diska holi o'zi bo'lib qoladi, yana qiyshiq qaytib o'rniga qaytadi. Agar qaytmasa, qo'l bilan qaytarib turib keyin teriladi. Agar qaytara olmasangiz, to'g'rilay olmasangiz, to'g'rilashda spisaga nagruza keladi. O'shaning uchun to'g'rilab olgan ma'qul. Diska misol qiyshiq qaytmasa orqaga. Mana diskalarni ham artib surib tozalab oldik. Endi xudo xolasa mana teramiz. Endi hozir terish jarayonini video qo'yay desam, endi video cho'zilib ketadi. Agar tushunmagan joylaring bo'lsa, bemalol Telegramdan yozishlaring mumkin yoki video yozib qilib, qo'limdan kelgancha tushuntirib yordam berishga harakat qilaman. Qanday spisalar joylashish haqida tushunmasalaring.